Assalomu alaykum. Nasibsi boshladik demak. Raundni 1. Voy tez-tez o'tib ketib qolamiz. Katta mavzu emas. Imperativ birinchi buyruq gaplardan boshlaymiz. Buyruq gaplardan boshlaymiz. Ya'ni buyruq gaplar ikki xil bo'lardi. O'sha ishni bajar bo'ladi, bajarma bo'ladi, bo'ldi. Buyruq gaplar ikki xil bo'ladi. O'sha ishni bajar, bajarma. Boshqachasiga savol shakli bo'lmaydi. Chunki savol berib buyruq bo'lmaydi hech kimga. Xo'p, endi qarang. Nima? Birinchisi imperativ qachon ishlatiladi? Imperativ buyruq gaplar eng oddiy grammatik struktura hisoblanadi. Xo'p, o'zbek tilida o'sha ishni bajar, bajarma degan gaplar xuddi shu grammatikalardan tuziladi. Ko'p holatlarda ishlatar ekanmiz. Misollar: uxla, yugur, chop, qarama, eshitma, o'yin o'ynama, eshitib yop, oynani och dedik. Oynani ochib bo'lsa, mana shu hammasi hali buyruq gaplar kiradi-da. Shularni qanaqa tuzishni o'rganib chiqamiz nasib bo'lsa. Darak shakldan boshlaymiz. Prosta fe'l bo'ldi, hech qanaqa formula ham yo'q. Misol uchun kimgadir nimadir ishni bajar demoqchimisiz, buyruq bermoqchimisiz, o'sha ishni bajar deb, haligi fe'lni o'zini berib qo'yasiz, bo'ldi. Shu fe'lni berasiz, tamom. O'sha bajar deng. Misol uchun yugur bo'lsa, yugurmoq degan fe'lni qidirasiz sizlardan, agar bilmaydigan bo'lsangiz. Yugurmoq degan fe'lni qidirsangiz, agar run degan, ya'ni run deb yozilgan fe'l chiqadi. O'shani o'zini yozib qo'ysangiz bo'ldi, yugur degan. Yugurmoq degan fe'lni yozasiz, ya'ni fe'lni o'zini yozsangiz, run, yugur degan o'zi kelsa. Endi object degan to'ldirish, ya'ni meni eshit, mollarga qara, u bu birinchi fe'lni yozib, qolgan so'zlarni bu yoqdan yozib ketaverasiz. Eshit degan. Eshit hear bo'ladi. Sakra, jump, qara, look. Mollarga qara bo'lsa, ya'ni kimgadir g'amxo'rlik qilish, qarash look after bo'ladi. Look after goes bo'ladi. Tappilarni qil bo'lsa, qil bajar, ya'ni make bilan make tappis bo'ladi. Tappis deb o'qing xohlasangiz. Make tappis bo'ladi. Keyingi inkor shaklida o'sha ishni bajarma bo'ladi. Endi o'sha ishni bajarma degandan keyin qanaqadir qo'shimcha qo'shardik. Biz not qo'shardik odatdan, to'g'rimi? Hamma grammatikada inkor shaklini qilish uchun not qo'shardik. Bunda notni o'zi qo'shilmaydi, yoniga bir qo'shimcha qo'shiladi. Ya'ni don't degan qo'shimcha qo'shiladi. Hali unga aytsangiz ham, odamlarga aytsangiz ham, ko'plikka aytsangiz ham, birlikka aytsangiz ham har doim don't keladi. Hali o'zgartirmang, naqlgarchilik. Didn't qilib, hali doesn't qilib. Yo'q, bo'ldi, don'tmi don't. Har doim kimgadir o'sha ishni bajarma demoqchi bo'lsangiz, don't keladi, fe'l keladi. Tamom. Yugurma bo'lsa, don't birinchi berasiz, inkor gap bo'lgancha, keyin yugurmoq degan fe'l. Don't run. Ko'chirma bo'lsa, don't berasiz, keyin copy, don't copy. Sakrama, don't jump. O'yin o'ynama, don't o'ynamoq, play, keyin o'yin degan game. Don't play game. Shokoladga teginma bo'lsa, don't bo'ladi, teginmoq, touch, keyin shokolad degan so'z. Don't touch chocolate. Endi mana shu qarang, yaxshi mashq bor ekan bu yoqda. Shuni bajaramiz. Bu yoqda fe'llar berib qo'yibdi. Keyin mana rasmga qarab, o'sha fe'llarni, ya'ni ish harakatlarni yozasizlar-da, buyruqlar. Misol uchun, mana stolga o'tiryapti, mana unda strilga qilib qo'ydi, u singan deganimi? Misol uchun, don't sit on that chair. Yani don't degan bajarma degani, sit o'tirmoq degan. O'tirma on that chair, ya'ni ana stulga degan. Bu stulga o'tirma deb bunga aytyapti. Qolgan fe'llar nima bo'ladi? Misol uchun, mana birad nima qilyapti? O'qityapti, tashlayaptimi? Keyin mana o'zi o'yin o'ynayapti, mana burchakda o'pib turibdi rasm. Mana u rasmga olyapti, rasmni x qilib qo'ygan lekin. Bu nima qilyapti ekan? Hali beep deb yozib qo'yibdi, signal ovozimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi fe'llar tarjima qilib chiqsak, close the window please degani, oynani yop degani. Iltimos ham bor ekan faqat bu yoqda. Xo'p, keyingi please don't eat so much. Don't eat so much. Don't degan shunaqa bajarma, eat yemoq degan. Don't eat so much degani iltimos ko'p yema deyapti bu yoqda. Iltimos ko'p yema. Keyingisi do your homework, yozmang qil. Please don't take photos. Don't bajarma degan, take photo rasmga olmoq. Rasmga olmang. Ya'ni don't-ni olib tashlasangiz rasmga olib bo'ladi. Hop, please help me with the dishes. Ali help degan yordam berma. Help me, menga yordam ber. With bilan dishes degan idishlar degan. Menga idishlar bilan yordam ber. Ya'ni yuvish bor degan ma'no. Endi ko'rib chiqamiz. Qarang, mana ovqat
masalasi. Demak, qaysi tushadi bu yoqda? Please don't eat so much bo'lsa kerak. Please don't eat so much. Iltimos ko'p yema. Uchinchisi, mana bu bola futbol o'ynayib, darsini qil desa kerak mana. Do your homework. Do your homework bo'ladi. Hali fe'lni o'zida qarang, hech qanday qo'shimcha yo'q. Hali bitta odamga ham, mana ko'plikka ham kimgadir buyruq bersa, fe'lni o'zi keladi. To'rtinchisida. Hali bip degan anaqa chiqyapti. Bu oynani yopib bo'lsa kerak. Close the window, please. Oynani yop, iltimos. Bu yoqda idish-tovoq bo'lsa kerak endi bu. Bugun cholning navbati ekan, kampiriga qarab haligi please help me with the dishes. Ya'ni idishlarga qarash bor deb. Ya'ni yuvish bor degan ma'no. Bu yoqda rasmga olma. Don't take photos. Don't take photos rasmga olma. Bo'ldi, imperativ shu. Xullas kalom, siz buyruq berayotganda mana shu bajarma desangiz, fe'lni o'zini berasiz. Ya'ni sizlardan fe'l qidirasiz. Kimgadir o'sha ishni qil desangiz, keyin o'sha fe'lni o'zini yozasiz. Misol uchun qanaqadir joyga ovqatlanish joyiga kirsangiz, menyusi bor. Menyusi nima ovqatlar borligi yoziladi. Show menu deysiz misol uchun, oldingina show ko'rsatma degani menu, show menyuni ko'rsat degan. Va hokazo. Shu 9-unit tugadi nasib bo'lsa, 10-unitga o'tamiz. Have got haliginday o'sha holat o'zgarmadi. Have got ishlatilishi 10-unit bunda. Oldin qanaqa holatda o'tib bergan bo'lsam, qanaqa ishlatgan bo'lsak, have got o'sha holatda keladi, o'sha ishlatilishda keladi. O'zgarmadi. Haligacha o'z holicha turibdi have got joy. Demak, have has got bor degan. Biz yaqindagina zerani o'tdik. Bu ham bor degani, bu ham bor degani. Ikkalasining farqi nimada deganda, inglizlar bu yaramaslar qiynashtirib tashlagan ko'p mavzularda. Misol uchun biz oddiygina bor deb qo'yaveramiz, lekin inglizlar joylarga nisbatan alohida bor, odamlarga nisbatan alohida bor deb ishlatadi. Deb o'rgatganligi, ya'ni jonli narsalarga nisbatan, odamlar, hayvonlarga nisbatan alohida bor ishlatiladi. Misol, menda bor desam, men joy emasman-ku, men shaxsman. Bo'ldi, men shaxslarga nisbatan have got ishlatiladi. Joyda bor deydigan bo'lsak, mana u joyda bor bo'lsa, unda zera ishlatiladi. Xo'p, have got, has got qachon ishlatiladi degan narsa. Have got bilan has got asosan egalikni bor bo'lish ifodalash uchun ishlatiladi. Britaniya varianti ko'proq uchraydi. Amerika ingliz tilida esa oddiy have ishlatiladi. Qarang, Britaniya varianti va Amerika varianti ikkalasini ham ko'rib chiqamiz bugun. Have got desa ham bo'ladi, have the o'zini ham aytsa bo'ladi chunki. Insonlarda va hayvonlarga nisbatan o'shanda bor deyish, hayvonga nisbatan o'sha hayvonda bor deyish. Misol, menda daftar bor, ularda kitob bor, odamlarda pul bor, kuchukda 2 ta ko'z bor, do'stimda 5 ta olma bor. Darak shaklidan boshlaymiz. Ega keladi birinchi o'chirtda, keyin have keladi, keyin have has keladi. Keyin got degan so'z keladi ikkalasi ham. Have got, has got. Mana ikkalasi bor degani. Ya'ni men, sen, ular, biz degan so'z berasiz egani. Keyin bor degan have got yoki has got dan bitasini. Keyin nima bor sizda o'shani yozib qo'yasiz bo'ldi. Va I ga have got keladi, you ga have got, we ga have got, they ga have got, he sheet ga has got. Ya'ni birlikdagi narsalarga nisbatan he sheet ga, ya'ni men do'stim deymiz, bitta narsa bo'lsa has got ishlatamiz. Ko'plik bo'lsa have got. Ikkalasi ham bor degan, ikkalasi ham bir xil ma'noda keladi. Haliginda farqi shunchaki grammatik boshqacharoq bir-biridan bo'ldi. Juda katta farqi ham yo'q, deyarli bir xil. Menda daftar bor yoki daftarim bor deydigan bo'lsa, men qavs ichiga olib qo'yay. Ya'ni ikki xil holatda keladi-da. Daftarim bor. Har doim ish harakat bajarish uchun aniqlay olasiz. Nima deb aniqlaysiz desa, anaqa men, sen, ular, biz degan so'z yo'q bo'lsa gapda kim deb olasiz? Kimda daftarim bor? Menda daftarim bor. Demak, ish harakat bajarish I bo'ladi. Hali da yoki mening daftarim bor desa, ning qo'shimchalariga chalg'ib o'tirmang. Uni grammatikani o'zi beradi. Menda daftar bor bo'lsa, men degan I, keyin have got, chunki I ga have got keladi, keyin daftar degan so'z. Ularda kitob bor bo'lsa, ular they, keyin have got, kitob book degan. They have got a book. Odamlarda pul bor. Odamlar people, keyin have got, keyin pul degan so'z. Money. Money da ham bilsa kerak, inglizini bilmaydigan odam bilsa kerak. Kuchukda 2 ta ko'z bor bo'lsa, kuchuk degani dog degani. Dogga nisbatan, bali bitta narsaga nisbatan biz has got ishlatamiz dedik-ku, has got keladi. Keyin 2 ta ko'z, 2 eyes. Endi qarang, mana shu joyda zo'r chalg'itadi sizni.
Yo, bu chalg'itmaydi, o'ziga o'zi chalg'ib qolasiz. O'ziz hech kim chalg'itmaydi. Ikkita ko'z deyapti-ku. Ikkita ko'z bo'lsa, u ko'plik bo'lmaydimi? Have got ishlatmaymizmi? deb o'ylab qolasiz ba'zida. Lekin bu yoqda asosiy egasidan rentira olinadi. Have got va has got berishligingiz gapda. Asosiy egadan rentira olinadi. Kuchukda deyapsizmi? Kuchuk bo'ldi, egasi kuchuk. Hali ko'zlarda egasi kuchukda. O'sha kuchuk bitta bo'lgani uchun has got ber. Ikkita ko'zga chalg'imang. Dog has got. Do'stimni 5 ta oldim. Do'stim degan birlikda. Do'stim keyin has got ishlatdim. Bitta bo'lgan 5 ta oldim. 5 apples. Mana umumiy ko'rinish. Inkor shaklida o'shanda yo'q, o'shanda bormas degan ma'noda keladi-da. Anaqa bitta not qo'shib qo'yardik. Bo'ldi, not qo'shamiz, inkor bo'lib qoladi. Shu paytgacha ham ko'rib chiqdik, not qo'shsa inkor. Menda daftar bormas bo'lsa, misol uchun, menda daftar bormas bo'lsa, I have not bo'ladi. Hali have bilan got o'rtasiga not qo'shasiz. Hali have bilan got o'rtasiga tushadi bu not. O'shanda yo'q degan ma'noda keladi. Menda daftar bormas, menda daftar yo'q bo'lsa, I have not got a notebook. Ularda kitob yo'q. Ular they ko'plikka nisbatan have ishlatamiz. Yo'q degan uchun not, keyin got. Nima yo'q ularda? Kitob. They have not got book. Keyin odamlarda pul bormas. Biz odamlar people, ko'plikka nisbatan have, keyin not, keyin got. Ya'ni not got o'zgarmay keladi. Keyin to'ldiruvchi nima? Pul. They have not got money. Odamlar puli. Kuchuklikda ko'z yo'q. Dog has not got two eyes. Do'stimda 5 ta olma bormas bo'lsa, do'stim my friend, ya'ni do'stim birlik bo'lgani uchun has keladi. Has not got, keyin 5 ta olma 5 apples. Inkori shunaqa. So'rog'ini nima qilamiz desangiz, har doimgidek so'rog'ida nimadir oldinga chiqib ketardi. So'rog'ida nimadir oldinga chiqib ketardi. Have has. Bunda oldinga chiqadigan so'z. Ya'ni got joyi o'z holida qolaveradi-da. Have has oldinga chiqadi. Hali bunaqa narsa o'zi aslida darak shaklida bunday bo'lib tursa, formula. Ega have has, keyin got. So'roq bo'lsa shunday have hasni oldinga chiqarib qo'yasiz. Tamomiy bo'ldi. Menda daftar bormi? Menda daftar o'zbek tilida mi qo'shimchasini qo'shamiz, ingliz tilida nimadir oldinga chiqadi. Menda daftar bormi bo'lsa, menga nisbatan have da ishlatardik. Demak, have da ishlatamiz. Mana. Keyin men degan so'z I, keyin got degan so'z, keyin daftar notebook. Have I got a notebook? Menda daftar bormi? Mana shu. Ularda kitob bormi bo'lsa? Hali ularda kitob bormi? Mana shuni boshiga chiqarib qo'ysangiz, ular degan ko'plikka have ishlatamiz. Have they, keyin bor bo'lish got, keyin to'ldiruvchi, hali kitob have they got a book? Odamlarda pul bormi? Have people got money? Mana kuchuklikda ko'z bormi bo'lsa, has dog got two eyes? Ya'ni kuchuk jonsiz narsa has birinchi keladi. Jonsiz narsa debman. Birlikdagi narsa bo'lgani uchun has birinchi keladi. Keyin kuchuk degan so'z got. Hop. Kuchuk degan so'z dog, keyin got, keyin ikkita ko'z two eyes. Mana shunday. Mana boshiga chiqarishda mana u. Ketma-ket kelyapti. Ya'ni darak gap birinchi o'yinda agar o'zbek tilida mi qo'shimchasi qo'shilyapti-ku, shuni yo'q deb tasavvur qil. Do'stimda 5 ta olma bor bo'lsa, do'stim u birlikda has got keladi, keyin 5 ta olma degan so'z. Yozib olasiz, shuni so'roq qilmoqchi bo'lsangiz, shuni have hasni oldinga chiqarib qo'yasiz bo'ldi. Ya'ni bu boshida mana yerda bo'ladi, keyin inkorda bu yoqqa chiqarib qo'yasiz. So'roq shu. Endi qarang, qisqartma shakllar. I have got have'lar egiga v deb qisqaradi. Mana v. Hasi o'chib ketadi. O'zi have bilan hasni qisqartirmoqchi bo'lsangiz, hasi o'chib ketib qoladi. Ha demaydi bular. Ha'ni o'chib tashlaydi. Hali hammasini mana. Qisqartma degani shu so'z ikkita harfini olib tashlaysizda, vergul qo'yib qo'yasiz. Mana bu yoqda ham has got bo'lsa, has got bo'ladi. Mana hasini olib tashlab, tutib beringsiz qo'shadi. Mana shunaqa qisqar. Endi bu yoqqa qo'shilinishi bor buni. Have not kelishi, have not qisqartmasini hamma bilib qoldi shekilli. Not qisqarganda os tushib qoladi-da, o'rniga tutib beringsiz keladi, bo'ldi. Nita bo'lib keladi. Haven't u qaysi so'zga qo'shilishdan qat'iy nazar nita bo'ladi, bo'ldi. Mana shunday. Mana hasn't hammasi bir xil. Endi darak shaklda o'shanda bor degani edi. Darak shaklda o'shanda bor degani. Xo'p. Qarang. Menda daftar bor, I have a notebook, they have a mana bunaqa narsa.
Boya biz gotni ishlatdik-a? Got ishlatdik. Endi odamlarga nisbatan yoki o'sha xuddi shu formulamizda got degan so'zni ahamiyat bergan bo'lsangiz, hech qaysi joydan qimirlamadida joyida keldi. Ikkinchi xil variantimiz bor. Ya'ni bor deyishda inglizlar o'zi ikki xil qilib tashlagan. Have got'i bor bo'lishi, keyin have'ni o'zi kelishi. Ya'ni haligi formulalardan got shunchaki tashlab yuborsak ham, ya'ni shu ma'noda kelaveradi. Misol uchun, menda daftar bor bo'lsa, men I ga have keladi, keyin daftar degan so'z. I have a notebook, ya'ni I have got a notebook deyish shart emasda. I have a notebook deysiz bo'ldi. Ularda kitob bor bo'lsa, ular they, unga have keladi, keyin got ishlatish shart emas. They have a book. Odamlarda pul bor. People have money deysiz bo'ldi. People have got deyish shart emasda. Yoki kuchukda ikkita ko'z bor bo'lsa, dog has two eyes bo'ladi. Ya'ni has got two eyes bo'lish shart emas. Do'stimda 5 ta olma bor. Do'stimda 5 ta olma bor bo'lsa, do'stim my friend birlik bo'lgani uchun has, keyin 5 ta olma, 5 apples. Ya'ni my friend has got 5 apples deyishingiz shart emas ekan. Endi savol, xo'p, gotni ishlatsak ham, ishlatmasak ham to'g'ri bo'lar ekan. O'sha ma'noni berib ishlatmasak bo'lmaydimi o'rniga desangiz, bo'ladi, ishlatib o'tirmang. Lekin ikkalasi ikki xil formulalar. Ya'ni bularda darak shakli o'xshash bo'lishi mumkin. Ya'ni nargin darak shaklida got bor, bunikida yo'q. Shunchaki xil osonroq variant. Lekin xuddi shu gapni inkor boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni buni inkorida qanaqa bo'ladi desangiz, don't doesn't keladi. Buni inkori boshqacharoq. Haligi have ga not, has ga not, haven't, hasn't got deb berardik-ku narigida. Hozir ko'rib chiqdik. Bunda unaqa emas-da endi. Bu present simple ga o'xshab tuziladi. Ya'ni o'z-o'zidan osmondan don't, doesn't degan so'zlarni olasiz. Don't, doesn't. Ikkalasi ham bitta ma'noni beradi. Ikkita tepasida qilib qo'ygan yo'g'ini yo buni ishlatasiz. Ikkalasini aralashtirib ishlatavering. Yo don't, yo doesn't. O'zi do not bo'lib kelish kerak, qisqartmasi don't bo'ladi. Keyin have o'zgarmasdan keladi. Has degan narsa yo'q. Ya'ni inkor shaklida does kelyapti-ku. Shuning uchun has bo'lmaydi, faqat have keladi. Endi he sheetga doesn't ishlatamiz. Bilasizlar, qolganiga don't ishlatamiz. Ya'ni birlikda bo'lsa doesn't, ko'plikda bo'lsa don't ishlatamiz. Menda daftar bor emas bo'lsa, men keyin I ga don't ishlataman. I don't have daftar notebook. I do not deysiz yoki I don't have a notebook. Ularda kitob yo'q. Ular they bo'ladi. Keyin ko'plikka do not ishlatasiz, don't. Keyin have degan so'z keladi, keyin kitob. They do not have a book. Ya'ni they haven't got degani bor edi naryoqda. They do not have a book. Yoki odamlarda pul bor emas bo'lsa, odamlar people ga do not ishlatamiz. Keyin have degan so'z beramiz. Keyin pul degan people do not have money. Kuchukda ikkita ko'z yo'q bo'lsa, dog does not bo'ladi endi. Ya'ni kuchuk birlikka nisbatan does kelardi-ku. Dog has not have two eyes. Mana got degan so'z yo'q boshqa. Do'stimda 5 ta olma bor emas, 5 ta olma yo'q bo'lsa, do'stim my friend, do'stim birlikda bo'lgani uchun does ishlatiladi. Keyin not berasiz, have berasiz. Keyin 5 ta olma. My friend doesn't have 5 apples. Endi so'roq shakli. So'roq shaklida ahamiyat beramiz. So'roq shaklida ham shunga o'xshash bo'ladi. So'roq shaklida ham shunga o'xshash. Ya'ni present simple da formulasiga o'xshash bo'ladi. Present simple o'tgandik bir vaqtda. Ya'ni present simple da o'z-o'zidan yo'q joydan, osmondan shunchaki ikkita so'z keladi bo'ldi. Ya'ni biz shu paytgacha o'tgan formulalarimizda shunaqa umumiy xulosa qilib oldikki, biz inkor shakl qilmoqchi bo'lsak, not qo'shamiz o'rtaga. Qaysidir so'zga not qo'shamiz qo'shimchaga. Agar so'roq qilmoqchi bo'lsak, qaysidir so'zni gapni boshiga olib chiqamiz. Lekin shunaqa grammatikalar borki, o'sha gapni boshiga olib chiqishingiz kerak bo'lgan so'z yoki haligi notni qo'shishingiz kerak bo'lgan so'zlar osmondan olinadi bo'ldi. Ya'ni grammatikani shunaqa qilib qo'ygan. Darak shaklida yo'qdi unda. Misol uchun is bo'lsa, u darak shaklida ham bo'ladi. Izni oldinga chiqaradi, izga not qo'shadi. Lekin bularda unaqa emas. Ya'ni qanaqa bo'ladi formula desangiz, do does oldinga chiqadi. Do does oldinga chiqadi, subject, keyin have. Do does oldinga chiqdi, subject. Har doim have keladi. Has kelmaydi. He bo'lsa ham has kelmaydi. Chunki does kelyapti bu yoqda. Hali he sheetga yondosh bo'ladigan, shu bilan birga ishlatiladigan bitta so'z bo'lish kerak edi. Bitta gapda. Bu yoqda bitta so'z mana shu does. Agar mana shu yo'q bo'lganda has ishlatardi. Endi mi qo'shimchasini qo'shamiz bunda. Bilasizlar, he sheetga does keladi, I use ga do keladi. Menda daftar bormi bo'lsa, men degani
hali men degan I endi, to'g'rimi? Do ishlatamiz. Do I have daftar, notebook? Do I have notebook? Yoki ularda kitob bormi? Ularga ko'plikka do ishlatamiz, keyin ular they, keyin have kitob, book. Do they have a book? Odamlarda pul bormi? Odamlar ko'plik do, odamlar people have, pul bor bo'lsa, money. Do people have money? Kuchukda ikkita ko'z bormi? Hali kuchuk birlikda bo'lgani uchun does ishlatiladi. Does, keyin kuchuk degan so'z dog. Does dog have? Keyin ikkita ko'z, two eyes. Do'stimda 5 ta olma bormi bo'lsa? Ya'ni men do'stim birlikda-ku. Shuning uchun does keladi. Does men do'stim my friend, keyin have 5 ta olma, 5 apples. Mana shu. Endi savol qaysi birini ishlatamiz? Uni ham buni ham ko'rdik. Nima farqi bor buni? Qaysi birini ishlatsak yaxshiroq bo'ladi degan savollar bo'ladi. Ko'pchilikni ikkilantiradi. Bu tabiiy holat, chunki qanday bitta narsani ikki xil qilib tashagan. Formulalarni boshqa. Javob oddiy, sizga qaysi qulay bo'lsa o'shani ishlating. Sizga qaysi qulay bo'lsa o'shani ishlating. Qaysini formulasi osonroq bo'lsa o'shani ishlating. Xohlasangiz have got qiling, xohlasangiz have da o'zini bering. Xohlasangiz I don't have a book deng, xohlasangiz I haven't got a book deng. Yo unisi yo bunisi, ikkalasini ishlatsangiz bo'ladi. Endi bu yoqda has have dan bittasini ishlating deng. We ga have beramiz, ko'plik bo'lgani uchun. We have got blue jackets. Bizning ko'k jaketlarimiz. It bo'lgandan keyin has bor. It has a long tail. Uzun dumi bor. He bo'lgandan keyin has bor. He has a red hat. Qizil shlyapasi bor. They bo'lgandan keyin have keladi. They have new bags. Yangi sumkalar bor. You bo'lgandan keyin you ga have keladi. You have got a pen. Senda nimang bor? Ruchkang bor. I bo'lgandan keyin have keladi. I have ikkita apelsinim bor. She bo'lgandan keyin she has. She has got two pencils. Ikkita uni nimasi bor? Qalami bor degan tarjimada. Endi mana mashq bajaramiz. Shu mashq bajaramiz. Qanaqa bajarasizlar desangiz, so'zlar berilganda buni so'zlar berilganda siz tartib bilan qo'yib chiqing so'zlarni. Mana misol uchun mana unda God, Nikos, feed, big, has kelgan. Oxirida so'roq yo'q, demak darak gap bu. Demak darak gapda ega birinchi keladi Nikos, keyin has birinchi keladi, yonidan got keladi, has got, keyin big sifat feet. Nikos has got big feet. Nikosda katta oyoqlari bor. Endi qolganlarini yozib chiqing. Hozir shu yoqda sabr qilib turamiz. Shuni yozib chiqing. Hali 2, 3, 4, 5, 6lar. Keyin shunga o'xshash kvizlar tashlanadi. Bo'lganday qilib tashlab yuboringizlar javobni.
Shunaqaroq taxminan mana birinchisida, ikkinchisida so'roq qilib qo'yibdi. So'roqda birinchi have keladi. Have keladida, keyin ega keladi. Egamiz bu yoqda and Kim. And Kim. Keyin God degan so'z, keyin hali long hair. Hali ikkalasida long hair bor, uzun sochlari bor. Bu yoqda so'rog'i yo'q oxirida. Demak bu yoqda dara gap yoki inkor gap. Inkor gaplarda birinchi ega keladi. I, keyin have keladi. Keyin not degan so'z bor ekan. I have not got a dog. Ya'ni kuchugim yo'q. Shunaqa. Keyingisi so'roq gap ekan. Qani, yo'q, so'roq gap ekan keyingisi. Shunaqa. So'roq gap ekan, so'roq gapda have has birinchi keladi, bu yoqda has, keyin ega keladi. He, keyin got degan so'z, keyin a computer. Uni kompyuter bormi degan tarjimada keladi. Keyingisi bu ham so'roq ekan, demak have yoki has birinchi keladi. Have, keyin ega keladi. Bu yoqda egamiz cows bo'ladi, sigirlar. Have cows, goats, long tails. Have cows got long tails degani uzun dumlari bormi degan tarjimada keladi. Taxminan shu bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar. Charchamangizlar, salomat bo'lasizlar, vaqtlaringiz rozi bo'linglar. Shu joyda biz stream tugatamiz. Ozginada men anaqa tashib beraman. Nima edi? Kuiz tashib beraman nasibsa.